Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, mana yangi ishlarimiz, yangi zakaslarimiz yana boshlab oldik. 3 ta zakasimiz bor. 2 ta rom, 2 ta eshik, yana 2 ta addenniy eshik bor. Keyin yana 9 ta eshik bor. Bular oddiy fasonda bezaklar. Bular ayneli, bu taraflari hozir olib tashlanadi. Hozir quluplarni ochdik, chiroyli qilib. Bular kali mexanizmga ochilgan, bular arzonroq mexanizmga ochilgan, stimulkiga. Chiroyli qilib ochyapmiz. Xo'p, mana hozir ko'rsataman. Ochilgan holatlari mana. Yo'llari ham ideal holatda ochildi, xudo xolasa chiroyli qilib ochdik. Bu ham magnit mexanizm, sal arzonroq variant. Bu tarafda astar sepilgan ishlarimiz bor edi. Ularni kraskaga tayyorlash uchun jilvillanyapti hozir. Mana bular. Bu tarafda yana zakatovkalarimiz, romlari ham bor, bularni ham. Bu tarafda avklatlari. O'sha aynali eshiklarimizga avklatlarni ham qilishda boshlangan. Xo'p, nari tarafda ular pashti astarga tayyor qilib qo'ydik. Endi astar sepiladi, xudo xolasa. Yangi joyga bugundan ko'chib ishlarimizni boshlab, bular kesaklari ham tayyor. Shpaklovkalar tortib jilbirlanib, vibratorlar qilib qo'yilgan. 3,5 lik qalindagi 8 ga 3,5 lik kesaklar. Shotlanka uslubda eshiklarimiz. Xudo xolasa ishlarimiz boshlab oldik. Qo'llab-quvvatlab turasizlar endi. Yangi ishxonada yangicha ishlar bilan. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.